Assalomu alaykum. Xo'rozimiz. Mana qanday oila tagiga tuxumni bostirib yotibdi. 20 kuncha bo'ldi. Bu yog'ini ham ko'ramiz. Qani nima bo'lar ekan. Bu naryoqda endi o'tganmiz. Bu yoqda ham mana endi o'tganmiz yotibdi. Inshaalloh tavuğimiz. Ya bu kurkması tuxumiga kirgan. Mana orqasida endi yana bitta o'tgan yotibdi. Toza havoga chiqdi. Tuxumlar. Bu yoqda ham bitta yotibdi. Mana shunaqangi tozaligimizda qiziqqanimiz uchun endi qo'yganmiz. Mana qora andijonimiz, qora shahzodamiz bor. Bittagina tovug'i, bitta xo'rozi bor. Mana tovuq katta. Mana kichik. Mana shahzodamiz xo'rozi 8-9 oylik bo'lib qoldi, katta bu. Bu xo'rozimiz gibrid. 100% o'zini bilmayman, lekin tovuqlarimiz yaxshi. Mana kelinglar, bu jo'jalarimiz shu o'zlaridan chiqargan. Mana o'sha qora andijon va shahzoda aralash chiqargan jo'jalarimiz 8-martda chiquvdi bular. Bir tashaganimiz 8-mart, 8-aprel bo'lsa 1 oydan oshdi. 8-may kelsa xullas 2-oyga to'ladi. Maşallah deb qo'yasizlar. Yaxshi, o'zgarish yomon emas. Topishdi. Tovuqlarimizni bir tashqariga chiqarib aylantirib to'g'ri nima qilamiz işte. Endi quyonlarimiz yoniga keldik. Kur. Bunaqa mehribon bular, yig'ilib keladi o'zlari. Kelinglar. Qani hamma yig'ilsin. Voy, kichkintoy qochishini qilgan mana. Bular ko'z tegmasin, maşallah. O'zlari harakatda, o'zlari tovuq, o'zlari ko'payib yotibdi. Erkaklarni so'yib yeymiz, nima qilamiz? Quyonni ko'paytirib. Kur. Voy, ana bitta kichkintoy. Mana do'stlar. 20 kunlikmi endi kichkintoyimiz. Shu kichkintoyimizni yaqinroq yo'qlaylik. Qochdi, bizdan bekinyapti. Mana shunaqangi bekinib olish bilan shug'ullanadi. Shuni tagiga tuqqan. Voy. Mana. Chiqiylachi, voy, ana tillab bekinishyapti. Mana kichkintoylar. Shu sandiqlar orqasiga bekinib olishgan mana. Bulardan ham kichkina ukalari bor. Keyin tug'ilganlar. Buni ham hozir bir qo'yishga harakat qilamiz. Mana shu tagida bo'lishi kerak. Mana kichkintoylar qarang. Voy, bekinishini. Onasi bilan bekitib qo'yibdi, chiqmasin. Qora, oq. Quyonchalar, kichkintoylar. Hammasini Alloh o'zi xayrli qilsin.